Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan aynan yana juma ayyomida ko'rishtirgandan juda ham xursandman. Demak azizlarim, bugun yana Shahnozaga yordam beramiz. Endi azizlarim, buni surbetlikka yo'ymang. Men o'zim ham kanalimda chiqib, bunaqa yordam so'rashni umuman xohlamayman. Men shu paytgacha birovdan hech qachon yordam so'ramaganman. Har doim nimagaki bo'lgan bo'lsa, o'z kuchim bilan men erishib kelganman. Menga ota-onam bo'lgani bilan, yaqinlarim bo'lgani bilan menga hech kim hech qachon shu paytgacha to'g'risi bitta paypoq olib berishmaganda, endi to'g'risini aytaman. Hamma narsaga men o'z kuchim bilan erishganman. Lekin bu safar majbur bo'ldimki, unda ham o'zim uchun emas. Demak, endi har safar gapiraverasiz deyishyapti. Lekin men baribir yangi kirganlarga tushuntirib o'tmasam bo'lmaydi. Men bilan ishlagan Shahnoza degan singlimiz bor. Meni yaqinim. Endi qarindosh emas-u, qarindoshdek bo'lib ketgan. O'sha kelin xullas xo'jayini o'tib qolgandan keyin, turmush o'rtog'i o'tib qolgandan keyin qaynonasi sig'dirmadi uni, o'zini qizi qaytib keldi. Ya'ni Shahnozani qaynisinglisi ikkita bola bilan shu qaynonasi shuni o'zini qiziga uy olib berish uchun Shahnozani umuman sani deb ering o'ldi, sani qadaming u bu xullas 3 ta bolasi bilan ko'chaga haydaverdi. Chaylalarda ham yotdi, kvartiralarda ham turdi, xullas rosa ham qiynalib ketdi-da. Shunda men Zahro bo'lsa ham sud uchastkam bor edi. O'shani berdim o'ziga. Berib, keyin mana sizlarga ham yordam so'radim. Unaqa ko'p pul yig'ilmasa ham mahalla ham uncha hashar qildi. Keyin 2 xona shlak blokdan bo'lsa ham unga uy qurib berdim. Endi azizlarim, Shahnozani o'zi qarab o'tirar ekanda desanglar, yo'q, u qarab o'tirgani yo'q. Yozi bilan kunlikka chiqib ishladi. Shu yosh kichkinasi endi 1 yoshdan o'tyapti-da. Yozi bilan kunlikka chiqib ishladi bechara. Lekin shu men bu chaylab yurgandan keyin baribir kvartira yurgandan keyin zaxta ham turdi. Qizini o'pkasiga shamollash o'tib qoldi-da ozgina. O'shaning uchun o'shanga juda ham ko'p pul sarfladi u ham. Xullas hali ham licheniyolari qizi. Endi azizlarim, baribir endi bu yog'i qish, baribir 3 ta bolani boqish kerak. Hozir idish-tovoq yuvishga ishga kirgan. To'g'risini aytsam, endi gaz pechka qurish kerak uyiga. Gaz pechka qursa, masalan, endi o'tin yoqib ham o'tirsa bo'ladi-ku, to'g'ri, o'tin yoqib o'tirsa ham bo'ladi, lekin u kichkina 6 yosh bolalar, 4 yosh bolalar hech qachon o'tin yoqib o'tira olmaydi-da. Shunga hech bo'lmasa bitta xonasiga gaz pechka tushirib bersa, bitta xonasiga zo'rg'a qurbim yetgancha sementdan bo'lsa ham pol qilib berdim, lekin bitta xonasi quruq yerda. Shunga Xudo xolasa, sizlarning yordaminglar bilan hech bo'lmasa bitta xonasiga pol qilsa, bitta xonasiga gaz pechka qilsa, o'sha pechkani past qilib ketadi. O'zi idish-tovoq yuvgani boradi. Shu 3 ta bolasi shu isinib o'tirardi degan maqsadda sizlardan yordam so'rayotgandim. Endi azizlarim, qurbingiz yetgancha hatchabi hech bo'lmasa mana shu nomerga ulangan, mana shu nomerga ulangan. Mana shu plastikka hech bo'lmasa 10 mingdan tashlab bersanglar yaxshi bo'lardi, asallarim. Azizlarim. Endi ba'zilar to'g'ri tashlab beryapti, 20 ming ham tashlab beryapti, 10 ming ham, lekin endigina 600 mingdan oshdi-da. Mayli, endi 600 ming ham pul, lekin baribir pechka bilan polga yetmayapti. Shuning uchun iltimos sizlardan hatcha 10 mingdan tashlab bersanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Keyin yana men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Shahnoza ota-onasini 8 yilda topgan farzandi-da. Shuning uchun endi avvalambor Allohga Xudoga tavba qildim. Shunaqangi duosi o'tadi, juda ko'pchilik aytadi-da. Meni o'zim ham hayron qolaman. Meni ham nima deb duo qilsa, doim shu ro'yobga chiqadi-da. Endi avvalambor Alloh
lekin Alloh ba'zilarni duosi o'tadigan qilib yaratib qo'ygan. Chunki pul tashlaganlarni juda ko'pchiligi voy tavba, shu Shahnozaga shunaqa pul tashlagan edim. 7 yildan beri farzandim yo'q, yengilik bor, uyim yo'q, kreditga bo'lsa ham uy oldim. Xo'jayinimni kutyotgandim yoki ayolim hech ham yarashmayotgandi, yarashib ketdi. Yana duo qilsinlar deb juda ham ko'pchilik murojaat qilyapti-da. Shunga azizlarim, albatta sizlarni juda ham duo qilyapti. Uni duosi o'tadi. Endi avvalambor Alloh, yana qaytaraman, Alloh ba'zilarni duosi o'tadigan qilib yaratib qo'ygan. Demak, nima siz bir umr pul so'raysizmi deb negativ yozganlar ham bo'ldi. Yo'q, bir umr so'ramayman. Men unaqa ayol emasman. Xudo xolisa shu pechka bilan polga yetarli pul to'plasa bo'ldi, shu bilan Shahnozaga yordam so'ramaymiz. U yog'iga o'zini eplab ketadi. Mana. Demak, azizlarim, men hammalarga nima niyat qilgan bo'lsanglar, Allohim o'zi niyatinglarga yetkazib, mushkulinglarni oson qilishini, hammanglar hoji ona, hoji doda bo'lishinglarni, farzandinglarni rohatlarini ko'rib, to'ydan boshinglar chiqmasligini men Allohdan chin dildan so'rab qolaman. Like bosing, obuna bo'ling. Albatta qo'lingizdan kelganicha, hech bo'lmasa 10 mingdan bo'lsa ham Shahnozaga yordam bering azizlarim.